Vero ro'y ba Samarkand karda. Samarkand chiday. Ya bunisini qo'ymayne, bo'l boshidan qani. Vero Samarkandga sayohat qiladi. Bozorda shunaqa mijozlar bo'ladiki, mard mijozlar, unaqa mijozlarni hurmat qilmaslikning iloji yo'q. Shunaqa mijozlarimizdan biri Veroni Samarqanddagi dilleri Abduhalim aka bo'ladi. Azimjon aka, siz Abduhalim aka bilan ishlaysiz. Shu Abduhalim aka haqida bir og'zim. 25 yildan beri Abduhalim aka bilan ishlaymiz. Ishlari yaxshi. 25 yildan beri ishlab normal bo'lib turibdi. Iloyim. Sizlarni ham bozorlaringizni bersin. Rahmat. Ular ham shunday ishlab turinglar. Hammamizni kasb-korimizga barakasini bersin. Sog' bo'ling. Samarqandga omad. Azbek Vero deb qadamlarni qabul qilib oldik. Verozi